alaykum hamma. Kartal Detering studiyamizga xush kelibsizlar bolalar. Ahmet abi bilan bugun qaror qildik. Sizlarga полностью Adam B'gacha hamma informatsiyani, fishkasini ochib berish maqsadida даже stend qilganmiz. Xudo xolasa kuzatib boringlar. Bu O'zbekistonga juda qulay bir uskuna, ya'ni vodorod generator EcoMax deyilgan Istanbuldan, ya'ni O'zbekistonga kelgan. Ahmet abi anlatar mısın her şeyini? Ne zaman geldin, neden geldin, her şeyini anlat. Esselamu Aleyküm. Biz Türkiye'den EcoMax firması olarak Özbekistan'a geldik. EcoMax dünyada Avrupa devletleri ve 166 farklı ülkede kullanılmakta olan bir ürün. EcoMax ne yapıyor? EcoMax'ın faydalarını şöyle sıralayabiliriz. Birincisi, ciddi manada ekolojiye çok büyük katkısı var ve ekolojiye katkısı olduğu kadar yakıt tasarrufu yaparak cebinize de katkısı var. Bunun yanı sıra arabanızın enjektörleri, yağı ve motor kısmını tazeleyerek bunların ömrünün uzamasına sebep olmakta. EcoMax'ı inşallah Taşkent ve Özbekistan ana bayimiz Alata kardeşimizin servisine geldiğiniz zaman burada test sonuçlarını da görürsünüz. Kullandığınız zaman sizler de Atalime referans olursunuz. EcoMax biz ne kadar çok söylesek ancak sizin kullanıp görerek anlayacağınız bir üründür. Ali abinin servisine tüm Özbekistanlı kardeşlerimizi bekliyoruz. Ben qisqacha informatsiya beraman. Bilasizlar, ko'pchilik kuzatgansiz YouTube kanalidan, Instagramdan, TikTokdan. Undan oldin 4 oylab, 5 oylab men o'zim ya'ni vodorod generator ikkinchi pokoleniyaasini men o'zim noldan tuzib, buni reklama qilib keldim. Ko'p informatsiyalar berdim, lekin bu gal 4-pokoleniya bo'lgani uchun menga 4-pokoleniya juda xush keldi. O'shaning uchun bu narsani men qabul qildim. Ya'ni Türk do'stlarimiz bilan shartnoma tuzib, bu yerda registratsiya O'zbekistondan o'zim olib, bularga o'zim narx qo'yib, bularga bitta standart narxda qo'yib sotishga qaror qildim. Ya'ni nima demoqchiman? Vodorod sistemasi ko'pchilik savol beryapti, Otabek aka. Bu vodorodda yuradi, qancha suv solinadi? Yo'q, to'xtaylik bolalar. Bu vodorod generator deganda vodorodning o'zida yuradigan narsa emas bu aslida. Bu faqat benziningizni ozgina qanaqadir foizini ekonom qilib beradi, yoki propan, yoki dizel, yoki metan, ya'ni mahsulotlarni ozgina ekonom qilib beradi. Bu ofitsialniy, har bitta davlatdan ruxsatnomasi bilan olib, o'sha davlatda qo'yilib kelayotgan narsa bugungi kunda O'zbekistonda ham qo'yilyapti. Garantiya, как положено. Endi bu yoqqa xudo xolasa har bitta mashinaga qo'yilgan apparatga biza buni qancha probekti qo'yilyapti, o'zi spetsialniy apparati bor, tekshirib olamiz. Qancha ugar chiqayotganlarigacha полностью mana shu apparatlar bilan полный ko'rib, tekshirib, nazorat qilib, har 10,000 kilometrda biza nazoratni olib boramiz xudo xolasa. Bolalar, qisqacha aytaman, tushuntiraman. Bu narsani ko'rib boringlar. Çalışma sistemini de ben şöyle kısaca sizlere anlatayım. Cihazımız 4 ana parçadan oluşmakta. Bunlar yakıt deposu, beyin, hidrojenin üretildiği cihaz ve dengeleyici cihazımız. Ürünümüz cihazımız sayesinde hidrojen üretmekte. Hatta ben sizlere şöyle kısa bir test yapabilirim hidrojenin gücü hakkında. Şu an sistem çalışmakta. Biraz ses çıkaracağız. Olay bu. Yani hidrojen çok kuvvetli bir ürün, çok kuvvetli bir hava gazı. Soluduğumuz oksijenden 15 kat ince. Qisqacha bitta narsani tushuntiraman bolalar, nima uchun men bu narsani olib kirdim O'zbekistonga? Bu sir emas, hammanglar bilasizlar. Ya'ni qo'llab-quvvatlaysiz degan maqsadni umid qilib qolmanda. Chunki O'zbekistondagi hozirgi benzinlarimiz sharmanda desam bo'ladi. Rasvo. Aktan qo'shilgan, unisi qo'shilgan, bunisi qo'shilgan. Men bu imенно uskunani olib kelib o'rnatayotganim sababi ham shu. Chunki bu sistema benzinni quvvatini, ya'ni aktan sistemasi doim aktan solib bermaysizlar. Primoy aktanni ko'tarib, baland aktanda yuradigan qilib bu generator hisoblanadi. Ya'ni plus tomonlarini tushuntiraman sizlarga. Plus tomonlari shundaki, doimo mashinangiz silindri top-toza turadi. Porshinlari top-toza turadi, klapanlari top-toza turadi. Benzinni moyni benzinga aralashtirib yubormaydi. Ya'ni eng qiziq joyi bu poyga uchun emas avvalambor. To'g'ri tushunishga harakat qilinglar. Bu 15% dan 30% gacha ot kuchini ham oshirib beradi. Va qizig'i, menga qiziq bo'lgan joyi ugarniy gaz
umuman bo'lmaydi. Detonatsiyasi bo'lmaydi mashinaning motorini. Ya'ni o'zi bu sistema motorga o'rganib olib, o'zi moslab olib yurib ishlab ketaveradi. Liboy paytda ulanadigan joylari faqat benzin asosi simiga va primoy akkumulyatorga. Faqat ikkita simlar bilan ketadi. Bu yerda ko'rayotgan narsalar stabilizator. Generatorni o'ldirib qo'yishi mumkin degan savollar bo'lishi mumkin. Yo'q bolalar, bu stabilizator. Generatordan 1,5 amper oladigan bitta bir kichkina uskuna. Ya'ni generatorga bu vodorodga bu o'zi ko'plar, katta ob'yomda tok berishi mumkin, lekin generatorga zarar bermaydi. Bu bachok. Ikkinchi pokoleniyada biz doimo suv solardik. Har oyda bir marta. Bunda yo'q. Buni 10,000 kilometr yurasizlar, suv pasaysaki suv solasizlar. Pasaymasa suv solmaysizlar, tegmaysizlar. O'zi pokazatchilari bor. Bu ishlab turibdi. Mana hozir ko'rib turibsiz, ishlab turibdi. Ya'ni ben hidrojeni de elime alarak sizlere göstereyim ne olduğunu. Hidrojen bu arkadaşlar. ya'ni bu mashina ichida portlab ketishi mumkinmi degan savol tushishi mumkin. Yo'q bolalar. Mashina ichida portlagan sharoiti ham yo'q, iloji ham yo'q bu narsani. Buni даже bunda olgan paytlarda buni sizlar his qilmaysizlar, даже bundoq qilgan paytda, his qilmaysizlar. Umuman his qilmaysizlar bu narsani. Chunki nima edi? Oshirib yuborish kerak emas. Bu mashina ichi silindriga suv kiradi, bu qiladi degan narsani yig'ishtiringlar. Bu yosh bolalarning gapini qilmanglar. Konkretni men ochiqdan ochiq aytaman, Liboy mashinaga to'g'ri keladi. Ya'ni bu mahsulotni bu kichik, ya'ni 12 voltli bo'lgan mashinaga qo'yiladi. Bundan kattasi ham bor bolalar. Ya'ni ko'rsatmoqchi emasligi bu 505 Mercedesga tayyorlangan. Ochiqni aytaman, bu ikkita apparat turibdi. Bundan kattasi ham bor. Ya'ni 24 voltga qo'yiladigan. O'sha katta apparatimizda ham hal ko'rsatardim, lekin hozir yonimizda emas, lekin ko'rsataman, xudo xolasa. Buyukini gapiramiz abi. Lekin ochiqdan ochiq aytaman bolalar, haqiqatan men bu narsani qabul qilganman sababim butun davlatdan o'tib, butun mamlakatdan o'tib, mana men bu 24 voltga mashinaga, ya'ni katta mashinaga qo'yilgan apparat mana shu. Buni men qabul qilganim sababim, ya'ni sizga foyda bo'lsin, foydalanib olinglar. Chunki butun davlatdan bu narsa qo'yilyapti. Nimaga O'zbekistonda qo'yilmasligi kerak bu narsa? Nimaga O'zbekiston foyda ko'rmasligi kerak? Kelinglar shu narsani sifatsiz benzinlarni, ya'ni sifatini oshirish maqsadida, sifatsiz moylarni sifatini oshirish maqsadida har yilda motorni ochib yoki 2 yilda bir marta ochib yopgandan ko'ra, unisi ketdi, bunisi ketdi degandan ko'ra, primoy mana shu apparatda qo'yasiz, javob beraman. Motor umrini ko'pga saqlab qoladi. Moyizni umrini ko'pga saqlab qoladi. Ya'ni uncha klapan kuyib ketmaydi. Bilasizlar, 2022, 21, 24lar Cobaltda ko'pchilik benzin sifatsizligidan klapanlar kuyib ketish boshladi. Bukilib ketish boshladi. Sababi benzin sifatsizligi uchun. Lekin bular bunga yo'l qo'yib bermaydi. Ko'p gapirib yubordim, haqiqatni aytaman. Sizlarga savol berishingizga даже hayratda qoldirgan bo'lishi mumkin. Kelsanglar, haqiqatni aytaman, Kartal detenistligiga mana shu hamma narsadan tanishtiraman, ko'rsataman. O'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rganinglar boshqa narsa. Va mendan chiqib ketdi deganim uchun emas, bu konkretda mana shu har 10,000 kilometrda kelsanglar, mana shu test qilaman har bitta mashina, chunki har bitta mashina menda ro'yxatda turadi, полностью. Bu yog'iga mashinaga qo'ydirib, endi uni ochaman, buni qilaman degan narsalar yo'q bu yerda. Hammasi garantinli bo'ladi, polniy to'laligicha. Ahmet abi, ne diyeceksin? Şimdi bu cihazın Avrupa tarafından alınmış olan UJ belgesi var. Bu belge şu anlama geliyor. Bu cihaz arabaya kesinlikle hiçbir şekilde motoruna ve başka bir yerine zarar vermiyor. Bu belgemiz Avrupa'dan alınan bu belgeye Özbekistan devleti 2025 yılında dahil oldu. O yüzden Özbekistan'a daha önceki yıllarda bu ürün getirilemedi. Özbekistan da 2025 yılında bu anlaşmaya dahil olduğu için 2026 yılında Özbekistan'a bu cihazı getirdik ve ana bayiliğini Atali kardeşimize verdik. Hayırlı, mübarek olsun hem Atali kardeşimize hem de bu cihazı kullanacak olan Özbekistanlı kardeşlerimize. Qisqacha men endi gapirib bo'ldim. Ya'ni o'zingizlar kuzatib bordinglar, chunki har bitta narsani Instagramdan tushuntirish juda qiyin bo'ldi. Ochiq aytaman. Otabek bu narsani o'zida yuradimi, benzinda yuradimi, salarkada yuradimi degan savollar javoblarni bugun yakuniy nuqta qo'ydik deb o'ylayman. Agarga qiziqsanglar,
maslahatlashmoqchi bo'lsanglar, primoy telefon qilsanglar, doim 24 soat telefonim ochiq turibdi. Bemalol telefon qilib so'rasangiz bo'ladi. Karta oldi aytilaysiz, doim sizga zo'r maslahat va zo'r tavsiyani bergan. Turk do'stlarimiz bilan xudo xolasa sizga xizmatda bo'lamiz. Joningiz sog' bo'lsin. Qolamiz. Kelsanglar karta oldi, dedeling studiyamiz darvozasi sizlar uchun ochiq doimo. Shu bolalar.